Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Qo'yliq vodiy betagidan davlat tomonidan qo'yilgan Toshkent, Moskva, Toshkent, Sankt-Peterburg avtobuslarimiz Xudo xohlasa mana yo'lga chiqib ketmoqda. Aziz vatandoshlar, kimda kim ketmoq istagi bo'lsa, ekranlarga ishonchli raqamlarni qo'yamiz aka-ukalar. Mana Qo'yliq vodiy betagidamiz aka-ukalar. Qo'yliq vodiy betagidan aka-ukalar. Ekranlarga ishonchli raqamni qo'yamiz. Mana avtobuslarimiz hozir ichki holatlarini ham ko'rsatamiz. Mana aziz vatandoshlarimiz ham ketyapti, amakim ham ketyapti, mana akaxonlarimiz, mana singillarimiz ham hammasi mana hozir shu davlat tomonidan qo'yilgan avtobuslar Toshkent, Moskvaga qarab yo'lga chiqmoqda. Hozir ichki holatlarini ham ko'rsatamiz mana. Aziz vatandoshlarimiz mana avtobus ichida xohlasa avtobuslarimiz ideal holatda aka-ukalar. Ekranlarga ishonchli raqamlarni qo'yamiz aka-ukalar, murojaat qila olasizlar. Mana akalarimiz xohlasa yo'lga chiqib ketadi. Avtobusimizga qulayliklar hammasi bor aka-ukalar. Ekranlarga ishonchli raqamlarni qo'yamiz. Murojaat qila olasizlar aka-ukalar.